21 mavzu shatakka olish deyiladi. Shatakka olish degani bu bitta mashina boshqa mashinani yetaklab ketishi, tortib ketishi tushuniladi. Endi qaranglar. Shatakka olishda ikkita mashina ishtirok etadi. Oldidagisi shatakka olgan deyiladi, orqadagi buzilgan mashina shatakka olingan deyiladi. Shatakka olishni 3 xil usuli bor. Egiluvchan ulagichda arqon bilan tortib ketadi. Qattiq ulagichda temir turba ulab tortib ketadi va qisman ortish usulida. Bunda mashinani ortib olib ketishadi. Har qanaqa usulda shatakka olganda umumiy uzunlik 20 metrdan oshmasligi kerak. Bundan tashqari shatakka olingan yengil avtomobilda va yuk avtomobili kabinasida odam tashishga ruxsat beriladi. Lekin shatakka olingan avtobus, tramvay, trolleybuslarda odam tashish taqiqlanadi. Lekin shatakka olgan любой mashinada odam tashish mumkin. Даже yuk avtomobilini kuzovida ham. Agar qisman ortish usuli orqali shatakka olingan bo'lsa, odamlar faqat shatakka olgan evakuatorning kabinasida o'tirishi mumkin. Keyin egiluvchan ulagichcha uzunligi 4-6 metr bo'lishi kerak. Undan tashqari egiluvchan ulagichga ikkita bunaqa oq qizil bayroq ilish kerak bo'ladi. Qattiq ulagichcha uzunligi bo'lsa 4 metrdan oshmasligi kerak. Egiluvchan yoki qattiq ulagichda shatakka olganda, shatakka olingan mashinada haydovchi o'tirishi shart. Lekin qattiq ulagich maxsus konstruksiyaga ega bo'lsa, mana bunda ko'rsatilgandek, shatakka olganni ketidan yurish imkonini beradigan, unda shatakka olingan mashinada haydovchi kerak emas. Keyin avtomagistrallarda istalgan usulda shatakka olishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari shatakka olgan haydovchi farani yoqish kerak. Shatakka olingan haydovchi avariykani yoqish kerak bo'ladi. Agar shatakka olingan mashinada avariyka ishlamasa, unda avariya belgisini orqasiga mahkamlab qo'yish kerak bo'ladi. Keyin ikkita g'ildirakli mototsikl, moped, velosipedlarni shatakka olish taqiqlanadi. Lekin yon kajavali mototsikllarni shatakka olishga ruxsat beriladi. Yo'l yaxmali bo'lganda egiluvchan ulagichda shatakka olish taqiqlanadi, lekin qattiq ulagichda shatakka olishga ruxsat beriladi. Rul boshqarmasi ishlamayotgan mashinalarni faqat qisman ortish usuli bilan shatakka olishga ruxsat beriladi. Boshqa usullarda mumkin emas. Keyin agar avtomobilni tormozi ishlamayotgan bo'lsa, bu mashinani qattiq ulagichda shatakka olish mumkin. Faqatgina shatakka olganni vazni shatakka olingannikidan katta bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi bilan teng yoki o'zidan og'ir mashinani tormoz ishlamayotgan bo'lsa, unda shatakka olish taqiqlanadi.